Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Ramazon oyining 14-kuni hammalaringga muborak hamda xayrli bo'lsin. Alloh taologa hamd va sanolar hamda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Barcha narsaning odobi bordir. Hattoki ro'zadorning ham o'ziga xos odoblari bor. Ro'zador kishi halim bo'lishi, o'zgalar bilan urushib tortishmasligi, jahli chiqqan vaqtda ham o'zini qo'lga ola bilishi ro'zaning odoblaridan hisoblanadi. Bu haqida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday xabar berganlar. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ro'za qalqondir. Qachon birortangiz ro'zador bo'lsa, yomon gap gapirmasin, johillik qilmasin. Agar biror kishi u bilan urushsa yo uni haqorat qilsa, men ro'zadorman desin dedilar. Abu Dovud rivoyati. Hadisi sharifdagi qalqon deya tarjima qilingan junnatin kalimasi lug'atda to'suvchi, himoya qiluvchi kabi ma'nolarni anglatadi. Shunga ko'ra ulamolar ushbu kalimadan qanday ma'no ko'zlangani haqida quyidagilarni aytganlar. Ro'za gunoh ma'siyatlardan himoya qiluvchidir. Chunki u tufayli ro'zador tanasidagi shayton yuradigan yo'llar bo'lgan taom va qon yo'llari torayadi. Ana shu e'tibordan ro'za uni gunohlaridan himoya qiluvchi bo'ladi. Ro'za do'zaxdan to'suvchidir. Chunki iymon va savob umidida tutilgan ro'za ro'zadorning oldingi gunohlarini mag'firat qilinishiga sabab bo'ladi. Ana shu e'tibordan u do'zaxdan to'suvchi bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam so'zlarining davomida ro'zadorga yomon gapirmasin deya tayinlaganlar. Ya'ni birovni haqoratlash, birov ustidan kulish, la'nat aytish va fahsh gaplarni gapirish kabi shariat man qilgan gaplardan qaytarganlar. Demak, ro'zador kishi halim bo'lishi, o'zgalar bilan urushib tortishmasligi, jahli chiqqan vaqtda ham o'zini qo'lga ola bilishi ro'zadorning odoblaridan hisoblanadi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ro'zadorning yana bir sifatini ta'kidlab, johillik qilmasin deganlar. Ya'ni ro'zador shariat man qilgan noto'g'ri so'zlarni gapirmasin va noto'g'ri ishlarni qilmasin. Shunga ko'ra, ro'zador kishini birov urushib haqorat qilgan taqdirda ham men ro'zadorman deyishi va uning haqoratiga javob qaytarishdan o'zini tiyishi lozim. Agar shunda u ro'zaning hurmati saqlangan hamda mazkur hurmat sababli o'ziga johillik qilayotgan beodob kimsani ham odobga chaqirgan bo'ladi. Demak, ro'zador kishi agar mazkur holatlarga tushib qolsa, eshitiladigan darajada men ro'zadorman deyish kerak. Ana shunda avvalo o'zining ro'zador ekanini yodga olib, shunga munosib bo'lishga harakat qiladi. Qolaversa, unga johillik qilayotgan kimsaga ham ro'zaning hurmati tufayli uning beodobchiligiga sabr qilinishini, yomonligiga yarasha javob bermasligini bildirib qo'yadi. E'tibor beriladigan bo'lsa, aslida ro'za bo'lmagan paytlarda ham uni qilish mumkin bo'lmagan ishlardan ro'zada ta'kidlab qaytarilgan. Buning hikmati haqida ulamolar shunday deganlar. Inson bir narsadan uzluksiz bir oy o'zini saqlasa, o'sha narsa uning odatiga aylanib, mazkur muddatdan keyin ham doimo undan saqlanadigan bo'lib qoladi. Shu ma'noda hozirgi kunimizda ham ayrim muhim xavfsizliklarni insonlarning odatlariga aylantirish maqsadida ba'zi oylarni harakat xavfsizligi oyligi yoki yong'in xavfsizligi oyligi kabi nomlar bilan atalayotgani barchaga ma'lum bo'lgan
oddiy haqiqatdir. Zero ro'zadan ko'zlangan asosiy maqsad boshqa payt iste'mol qilish mumkin bo'lgan yeyish-ichish kabi narsalardan saqlanishgina iborat emas, balki nafsni jilovlash malakasini hosil qilishdir. Demak, Ramazon oyida mazkur qaytariqlarning ta'kidlanishicha faqatgina uning boshqa oylardan afzal ekanini bildirib qo'yish uchun emas, balki bu oyda odatga aylangan ishlar boshqa barcha oylarda ham bardavom bo'lishi uchundir. Shunga ko'ra Ramazonda o'zlashtirilgan sifatlarni odatlarga aylantirib olganlarning oilalarida va bunday oilalardan tashkil topgan jamiyat tinchlik, totuvlik va xayr va baraka butun yil davomida davom etadi. Alloh taolo barchalarimizni dunyodan gunohlardan, oxiratda do'zaxdan qalqon bo'ladigan darajadagi ro'za tutish baxtiga muvaffaq qilsin. Olamlar Robbisiga hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga hamda u zotning oilalari yu sahobalariga salovat va salomlar bo'lsin. Alloh taolo uning roziligi uchun tutayotgan ro'zalarimizni hamda ibodatlarimizni qabul etsin. Gunohlarimizni mag'firat etsin. Alloh taolodan sizlarga Allohning jamolini hamda payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga qo'shni bo'lmoqlikni so'rab qolaman. Alloh taolo barchamizni o'zining Firdavs jannatlarida jam qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram azizlar, sizlar bilan Ramazon oyi bu oilalarni mustahkam qilishlikka imkoniyat ekanligi haqida gapirib, oilani muqaddasligi to'g'risidagi turkum suhbatlarni boshlab, avvalgi suhbatda qaynonalar haqida suhbatlashdik. Bugun esa muhtarama kelinlarimizni vazifalari, qaynona oldidagi burchlari, turmush o'rtog'ini rozi qilishlik, qaynota qaynonani duolarini olishlik haqida inshaalloh suhbatlashamiz. Shuning uchun ruxsatinglar bilan bugun barcha kelinlarga dinimizni nasihatlarini yetkazamiz. Bizni tinglab turgan muhtarama kelinlarimiz, opa-singillarimiz, go'zal qizlarimiz, avvalo siz aziza kelinlarimizga Alloh azza va jalla ulkan savoblarni bersin. Sizlar juda katta jasorat qilasizlar. O'zingiz tug'ilib o'sgan xonadondan ota-onangizni endigina xizmatini qilishlikka yaroqli bo'lganingizda endi bir katta bir oilani bekasi bo'lishlikka majbur bo'lasizlar. Allohning irodasi deb payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnati deb qabul qilib, ota-onangizni ra'ylarini qaytarmasdan rozi bo'lib, boshqa xonadonga ko'chib o'tasizlar. Shuning uchun ham siz mushtipar kelinlarimizga mana shu qilgan xizmatlaringiz uchun ham Alloh sizga juda katta mukofotlarni va'da qildi. Mana shu mukofotlardan bittasi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, qaysi bir ayol Allohning buyrug'ini bajargandan keyin erini rozi qilib bu dunyodan o'tarkan, jannatni xohlagan eshigidan kirib oladi dedilar. Siz aziza qizlarimiz, go'zal kelinlarimiz, Allohning buyrug'ini bajarib turmush o'rtog'ingizni rozi qilsangiz, jannatni xohlagan darvozasidan kirib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Alloh sizlarni barchalaringizni mana shu darvoza oldida ko'rishtirsin. Lekin 5 barmoq barobar bo'lmagani kabi, hayot doim bir xil bo'lmagani kabi, yuqorida biz aytib o'tgandek, qaynona onani o'rnida onadek mehribon bo'lib, kelinlarini boshini silab, go'zal qizim deydigan qaynonalar bo'lib, ularning orasida kelinlarga yomon munosabatda bo'lgan qaynonalar bor bo'lgani kabi, kelinlar ichida ham o'sha xonadonda o'zini o'rnini yaxshi bilmaydigan, qaynonaga zulm qiladigan kelinlar ham hozir ko'payib bormoqda. Go'yoki kelin bu uyga kelgandan keyin turmush o'rtog'i uni mulkiga aylanadi. Kelinlar aytadiki, men sizga turmushga chiqdimmi? Demak, siz meni deyishingiz kerak. Ona o'z yo'liga, otangiz o'z yo'liga, lekin men sizni turmush o'rtog'ingizman. Men sizga bola dunyoga kelgizadiganman. Men sizni baxtli qiladiganman degan talablarni qo'yib, kuyov to'ramizni xijolat holatga qo'yib qo'ymaslik kerak. Yaqinda bir kelinimiz meni oldimga kelib bir savol beryapti. Shariat bo'yicha men qaynonamni yoki qaynotamni xizmatini qilishlikka majburmanmi yoki majbur emasmanmi? Qiyomat qoyim bo'lganda mendan
qaynotingni, qaynonangni xizmatini qildingmi deb Alloh so'raydimi yoki eringni xizmatini qildingmi deb so'raydimi? Qaysinisi to'g'ri deb savol berdi. Oldida bir ayol bor, qaynonasimi yoki boshqasimi, hatto turmush o'rtog'i ham o'tiribdi. Idoraga kelib so'rayapti. Men kelinga endi albatta shariat bo'yicha javob berishim kerak. Aytdimki, muhtarama kelin, albatta shariat bo'yicha siz faqat eringizni rozi qilishga buyurilgansiz. Shunday ekan, boshqalar hamma qiladigan xizmatlaringiz bu sizning himmatingiz, sizning iltifotingiz dedim. Kelin turmush o'rtog'iga qarab ko'rdingizmi? Demak, meni majburlashga haqqingiz yo'q deyapti. Kelin qaynonamni xizmatini qilishlikka majburlash yo'q. Men faqat sizni rozi qilishim kerak deyapti. Men kelinga qarata aytdim va buni barcha kelinlarga aytmoqchiman. Haqiqatda ham ayol kishi erini rozi qilishlikka buyurilgan. Lekin keling, teran fikr bilan qaraylik. Qaysi erkak kishi onasini behurmat qilgan ayoldan rozi bo'ladi? Qaysi erkak kishi otasini behurmat qilgan ayoldan rozi bo'ladi? Siz eringizni rozi qilmoqchimisiz? Unda eringizni, ota-onasini hurmat qiling. Bu uning uchun juda katta sharaf bo'ladi. Albatta kelin avvalgi suhbatlarimizda aytib o'tganimizdek cho'ri, joriya, xizmatkor emas. Kelin o'zini odobi bilan go'zal, o'zini xulqi bilan go'zal. Bu urfda, odatimizda bor. Qadim-qadimdan ertalab turib, qaynonasiga shirin choylarni damlab, qaynotasini qo'llariga suv quyib, "Assalomu alaykum, yaxshi o'tib turdingizmi otajon? Yaxshi o'tib turdingizmi onajon?" deb ularga go'zal munosabatni bildirib, har qancha turmush o'rtog'i bilan biror gap so'z bo'lgan bo'lsa ham, qaynota qaynonani oldida kulib turadigan bo'lsa, bu qaynona uchun ham, qaynota uchun ham katta bir baxt, uyga nur to'lib ketadi. Qolaversa payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamning o'rgatishlari ham shunday bo'lgan. Biz kattalarni hurmat qilishlikka, kichiklarga rahm qilishlikka buyurilganmiz. Kattalarni hurmat qilmagan, kichiklarga rahm qilmagan bizning ummatimiz emas dedilar payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam. Keling bir hikoya keltiraylik muhtarama kelinimiz. Bir kelin nihoyatda qaynonasidan bezor bo'libdi. Qaynonasi juda zulm qilar ekan, uydagi oila a'zolari zulm qilar ekan. Mana shundan bezor bo'lib, hech kimga bildirmasdan bir tabibni oldiga boribdi. Tabibga iltimos qilibdi. Muhtaram tabib janoblari, bugun siz bilan gaplashadigan gapimiz bizni oramizda sir bo'lib qolishligi kerak deb. Gapiring debdilar tabib. Menga bir dori bering. Mana shu dorini men asta-asta ovqatga qo'shib bersam, o'shni ichgan odam o'lib qolsin zaharlanib. Lekin buni men qilganimni bilmaslik kerak deb. Kimni o'ldirmoqchisiz deb qaynonasidan bezor bo'lganini bildiribdi. Tabib bu ancha qimmat bo'ladi-da debdi. Mayli qancha tillo bo'lsa beray debdi kelin. Shunchalik to'ydim debdi. Kelindan haligi haqini olib, tabib qo'liga zahar giyoh beribdi. Mana buni ovqatiga qo'shib berasiz. 1 oy yoki 40 kunda ta'sir qiladi. Chunki bir pasda o'ldirib qo'ysangiz sizdan gumonlanib qoladi. Asta berib boraverasiz, sekin berib boraverasizda, shunda u ayol oxiri o'ladi. Buni qilayotganingizda siringiz ochilib qolmasligi uchun nihoyatda xush muomala bo'ling. Sizni so'ksa ham kulib turing, qattiq gapirsa ham e'tibor bermang. Faqat xizmatini qiling, yaxshiligini qilib turingda, ora-orada shu ovqatiga buni solib beravering. Shunda sizdan keyin gumon qilinmaydi dedi. Haligi kelin o'sha zaharni olib ketdi. Har kuni qaynonasini ovqatiga qo'shib berar ekan, har kuni solar ekan, qaynona qattiq gapirsa kular ekan, so'ksa uzr so'rar ekan. Shunaqa muomala qilib yuraveribdi. Har kuni kim dashnom bersa ham qulluq deyar ekan, boshqa qilar ekan. Oxir qaynona hayron bo'lib ba'zilarga aytar ekan, "Kelinim o'zgarib qoldi-ya, ajoyib bo'lib qoldi. Gapirsak gap qaytarmaydi. Biror tanbeh bersak qabul qiladi, bizga qarab kulib turadi. Alloh shunaqa ham kelinni bizga beradimi?" deyishni boshladi. Alal oqibat shunaqa bo'ldiki, bir necha kun o'tgandan keyin kelin qaynonasini yaxshi ko'rib qoldi. Shunday bir munosabatlari zo'r bo'lib ketdiki, odamlarga maqtansa arziydigan. Birdan kelinni esiga tushib ketdi. Axir u har kuni zahar beryapti-ku. Yugurganicha tabibning oldiga bordik. Muhtaram tabib, endi zahar kesadigan biror narsa bering. Men qaynonamga bilmasdan buni bergan ekanman. Aslida qaynonam yaxshi odam ekanlar. Hozir juda menga yaxshi munosabatda bo'lyaptilar deganida tabib kuldilar. Nega kulyapsiz dedi qizim. Yaxshilagan narsa giyoh emas, balki aslida sizni xulqingiz. Siz chiroyli xulqda bo'lganligingiz uchun qaynonangiz sizni yaxshi ko'rib qoldi. Zaharga kelsak, men sizga hech qanaqa zahar bermaganman, balki ovqatga qo'shadigan bir giyoh berganman xolos. Aslida bu muolajani sizni o'zingiz, sizni tilingiz qildi deb aytgan ekan. Demak, muhtarama kelinimiz qancha shirin suxon bo'lsalar, qancha shirin so'z bo'lsalar, unga nisbatan qaynona ham, qaynota ham o'zgarib boradi.
bir narsani esdan chiqarmaslik kerakki, muhtarama kelinimiz eringizni rozi qilishlik bilan jannatga kirish imkoniyatini topar ekansiz, sizni eringiz, jufti halolingiz esa onasini rozi qilishlik bilan jannatga kirish imkoniyatini topadi. Turmush o'rtog'ingizni jannatga kirishini xohlasangiz, birgalashib uning onasini xizmatini qilasiz, duosini olasiz. Muhtarama kelinimiz turmush o'rtog'ingizni o'z onasiga hech qachon qarshi qo'ymang. Ba'zan kelinlarimiz shunaqa holatga tushib qoladilar. Ko'ryaptilar, mana bizni idoramizga ham kelyapti, biz aralashyapmiz. Hattoki xafa bo'ladilarki, qaynonam deydilar, menga qattiq gapiruvdilar. Men haq bo'lsam ham, erim menga hech narsa yonimni olmadi. Go'zal kelinimiz, o'zingiz o'ylab ko'ring. Axir qaysi erkak kishi ayolini oldida onasiga siz noto'g'ri gapiryapsiz, ayolim to'g'ri deb ayta oladi? Turmush o'rtog'ingizni xijolatchilikka qo'ymang-da. Qanday qilib aytadi bu narsani? Albatta u sizga nisbatan aytadi. Sen xato gapiryapsan, sen noto'g'ri qilyapsan, onam to'g'ri qilyapti deydi. Chunki siz bu narsani tushunmaysiz. Men o'tgangi qaynonalarga bergan nasihatimda aytgan edimki, siz keliningizga nima qilsangiz, qizingiz shu narsani ko'radi deb. Endi bu tomonda shunaqa qoida bor ekan. Muhtarama kelinlarimiz, siz qaynonangizga qanaqa munosabatda bo'lsangiz, vaqtiki kelib kelinlaringizdan qaytadi. Siz bugun qaynonangizni jerkiyotgan bo'lsangiz, siz bugun qaynonangizga beodoblik qilayotgan bo'lsangiz, erkalatib boqqan o'g'lingizni ayoli ertaga xuddi shu narsa bilan sizga javob qaytaradi. Chunki bu dunyo mana shunday, har doim qilingan har bir xato uchun javobgar qilib qo'yadi. Bu dunyoda bo'lmasa, u dunyoda javob beramiz. Shunday ekan, ertaga siz avaylab, asrab boqayotgan o'g'lingizni baxtli, saodatli bo'lishini xohlasangiz, unga yaxshi bir kelin olib uni rohatini ko'raman desangiz, o'zingiz qaynonangizga, qaynotangizga, oila a'zolaringizga yaxshi munosabatda bo'ling, shirin suxanlik bo'ling. Chunki eng oliy janoblik insonda yaxshi xulqligidadir. Vaziyatga to'g'ri baho bering. Turmush o'rtog'ingizni qo'lidan kelmaydigan narsani talab qilmang. Qaynonangizni oldida doim parvona bo'ling. Ularni duosini oling. Ular g'animatdir. Qancha kelinlarni ko'rdik, qaynonalari o'tib ketgandan keyin qadriga yetib duo qiladilar. Qaynonam borligida turmush o'rtog'im menga munosabati boshqacharoq edi, qaynonamdan keyin o'zgarib qoldi deb shikoyat qilgan qanchasini ko'ryapmiz. Shunday ekan, hozir siz hayot bo'lib turganda qaynonangizni, qaynotangizni duolarini oling. Mana shunda inshaalloh siz dunyodagi eng baxtli kelinlarga aylanasiz. Alloh sizga baxt va saodat, go'zal hayot ato qilsin.